Артем Пескунов boshqaruvida Gamlet monologini tinglaylik. To be or not to be. Yazmışıma bo'ysunayım mı? Alla qarshi birishaymi? Mana bu so'rov. Qaysisi yaxshiroqsin? Yovuz yozmashuqlarına bosh iyumi? Alla qo'lga qurol tutib mujofalar dengizine kurash qilib shik qo'yumi? O'lim, yig'lab, ortib, hech barliq yurak azoblari, taning dushar bo'lgan ming jafolarim shu bir yiqin bilan bitdi deb o'ylaw. Kutib olgan shik tug'ilmi? O'lim, yig'law belki tush ko'ruvdir. Shikda shunda shiri turgan bu gavdadan ayrilganda o'lim isrikligi bilan biz nindi tush ko'rashakmiz. Mana narsa bizni qo'lni tutib turadi. Mana narsa hamon bizdan xamir yigit sirabtira. Shu bo'lmasa kim so'ng to'sib turar edi? Zamonaning misqilina, qomshisina, boshliqlarning izuna, ustunlarning o'z ustunlar kuluna, muhabbatning kiri qog'lu g'azabina, qadillikning singlovina, ish ko'rsatgan kishilarning shiyin radsiz kirshit yetkasinda yuruna. Shu turmushdan o'z-o'zingni pichoq bilan bir qalovda qutulib bo'lsa, narsa tata. Haligacha onda gitgan bir yil shirda aylanib qaytmay turgan o belgisiz dunyodan narsasidir qo'rqitmasa, o belgisiz jirga qo'shib quturuv, bir ko'nikkan mehnatlarga to'zgan yoshligiga qo'rquv, ixtiyorni qoshatmasa, mo'ngay tirin tugib, oqvoq kelib, kimsin turmush yigit suyar edi. Mana vijdon eshik bizning barımızda kurkan yası. Mana nishikni qarorli bo'lmanda asug'li ko'p o'ylabdan o'nga pishiga ham boshlangan zo'r ishlarda shu o'ylardan ish demaslik halga kerak. So'z Tataristonning xalq